Assalomu alaykum. Bugun juda ko'pchilik qizlarimiz gipergidroz muolajasi uchun kelishdi. Bu muolajamiz asosan yoz oylarida qilinadi. 6 oydan 8 oygacha terlamasligingiz uchun ishlaydi. Bu muolajamiz juda ham bezarar hisoblanadi. Rangli kiyimlar kiyishda qiynalayotgan, o'zini ko'chada yurganda diskomfort his qilayotgan qizlarimiz uchun ayni muddao. Zapiska yozilishingiz uchun pastda nomer qoldiraman. Bemalol yozilib kelsangiz bo'ladi. Yoz oyida svetnoy kiyimlar kiyolmayotgan, faqat qora kiyimlardan kiyishdan charchagan, qo'ltiq osti haddan tashqari terlaydigan qizlar, ayollar uchun gipergidroz muolajamizni qilamiz patsientimizga. Bitta muolajada 6 oydan 1 yilgacha terlamasdan, hidlanmasdan mazza qilib yuradilar. Zarari yo'q, og'riqsiz protsedura.